Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan barcha O'zbekiston ahliga va fermer akalarimizga. Agarda sizlarga paxta ekish texnikalarimizni ehtiyot qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa texnikalarimizni ehtiyot qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zavodimizga kelib, ko'rib, tekshirib xarid qilishingiz mumkin. Sifatli va arzon narxlarda bizning zavodimizda mavjud. Lokatsiyalarini hozir videoni oxirlarida qoldirib ko'rsatib o'taman. Agarda To'ytepa tarafdan keladigan bo'lsanglar, shu yerdan shundoq kelib, bu tarafi to'g'riga o'tib ketsa Alimkent bo'ladi. Sizlar Alimkentga o'tmasdan mana o'ng tarafga kirib ketasizlar. Tojigovul degan mahalla. Mana zavodimiz ko'rinib turibdi. Tianjin qishloq xo'jaligi agrotexnikalar ishlab chiqarish zavodi. Alimkent tarafdan shundoq kelasizlar. Chapga qayrilib to'g'ri kirib borasizlar. Zavodimiz shundoqqina ko'rinib turadi.